Marhamat, keling kuyov bola. Yaxshilab o'ylab ko'rdingizmi? U yoqqa qarab turing. Qaqa. Yo, nariyoq ko'zingiz nariyoq qana. Kuyov bola. Nima degani u? Nima meni erimga ishva qilyapsan? Yo'q, ishva qilganim yo'q. Hammasiga rozimiz. Hali er-xotin bo'lmadik, er-xotin bo'lish uchun qo'l qo'yishing kerak. Qo'y qo'lingda. Kimdaqa qiyinmi-ki? Qo'l. Yo'q, imzo qo'yadi. Demak kuyov bola rozimisiz? Rozi. O'zi javob bersin. Kuyov bola rozimisiz bir umrga? Ha? Kecha bir pachka berdim-ku, ko'kidan. 20 yillik kreditingni to'layman dedim-ku, nima ikkilanyapsan? To'xtang. Men yana bitta o'zi alohida so'raydi. Kuyov bola, qarang. To'g'risi, nima majbur qilyapti siz uylanishga? Hamma qarzlarim to'lab beryapti. Uyim yo'q, uy olib beryapti. Xullas, mashina, hamma narsani qilib beryapti. Juda ko'p qarzim bor. Agar men bu qizga uylanmasam, qarzim tufayli meni o'ldirib ketishadi. Undan ko'ra o'lib ketganing yaxshi-ku, uka. Yur. Kelishib oldinglarmi? Yo'q, sizlar kelishmagan ekansizlar bo'ldi. Demak, men so'z beraman. Bir umr yonida turishga. Yaxshi yomon kunida. Baxtli qilaman buni. Qo'l qo'y bo'lmasa. siz G'aybulla qizi Huvaydahon. Rozi.